Assalomu alaykum aziz kitobxon. Men sevib o'qigan kitob Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani. Bu asarda Otabek va Kumushning sof muhabbati, o'zbek xalqining urf-odatlari, 19-asr Toshkentining ijtimoiy hayoti mahorat bilan tasvirlangan. Asarni o'qir ekanman, ularning sadoqatli sevgisidan chuqur ta'sirlandim. Sevimli iqtibosim, sadoqat bilan sevmagan qalb buzuq qalbdir. Men ushbu chellenjni siz aziz kitobxonlarga topshiraman. Siz ham o'zingiz sevib o'qigan asarni biz bilan bo'lishing. Assalomu alaykum aziz kitobsevarlar. Men sevib o'qigan asarim Chingiz Aytmatov qalamiga mansub Qiyomat romani. Bu asarda insoniyat va tabiat o'rtasidagi murakkab munosabatlar, ezgulik va yovuzlik kabi tuyg'ularni falsafiy chuqur yondashilgan. Ushbu asarni o'qir ekanman, insoniyatning tabiatga ayovsiz bo'lgan munosabati, inson tuyg'ularining, odamiylik, insoniylik tuyg'ularining hayotimizda qanchalik o'rinli ekanligini tushunib yetdim. Mening iqtibosim, inson o'z vijdonini aslo yo'qotmasligi kerak. Sababi o'zini ham yo'qotgan bo'ladi. Aziz kitobxonlar, ushbu chellenjni sizga topshiraman. Siz ham o'zingiz yoqtirgan asarni biz bilan birga bo'lishing.